Hammaga assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan 8-chi darsimiz va bugun is dirty va is valid fasllarni ko'rib chiqamiz. Birinchi navbatda mana bu pasportning ustidagi disable holatini olib tashlamoqchiman. Biz emailga qarab uni disable qilayotgan edik. Pasportning ustiga kelamiz. Mana buni olib tashlaymiz va disable grey uchun ham olib tashlaymiz. Mana bu yerda sanaqa muammo yo'q. Mana endi bu o'chirishim kerak emas. Bu yerga pasportning uchun olingan donasi. Mana endi biz is dirty va is valid fasllarni ko'rib chiqamiz. Bu ikkala fasl ham forum state'ga tegishli. Yerlar is dirty va is valid olib chiqamiz va blokga chiqaraman. Is dirty va is valid. Bu syntax ham tushunib beraman. Ya'ni bu oddiy object ko'rinishda chiqarish uchun yerda qolishliklar bo'ldi. Konsolga taraf qilaman va bitta yangilik yoraman. Bu yerda is dirty, false, is valid, false deyapti. Bu yerda is dirty nima? Is dirty formani tekshiradi. Bu yerdagi barcha inputlarni aktiv bo'lgan yoki bo'lmaganini tekshiradi. Ya'ni nimadir yozilgan bo'lsa is dirty true bo'ladi. Mana shu formadagi istalgan inputdan bittasida nimadir o'zgartirish kiritilgan bo'lsa bu is dirty false emas true o'zgaradi. Misol uchun men bu yerda istalgan bitta narsa yozadigan bo'lsam is dirty true o'zgaradi. Is dirty formadagi inputlarga o'zgartirish kiritilgan kiritilmaganligini bildiradi. Hammasiga faqat bittasiga kiritilsa ham is dirty true o'zgaradi. Buni ham aytayapti. Va is valid faslamiz bu. Is valid faslamiz formadagi barcha inputlar validatsiyadan o'tsagina true bo'ladi. Barcha inputlar. Masalan, hozir is valid false turibdi. Va emailga ham ma'lumot kiritaman. Is dirty true lekin is valid false. Passwordga ham ma'lumot kiritaman. Bu yerda ham is valid false. Yana age'ga ham qiymat kiritaman. Davrga ham is valid false. Va oxiri date'ga qiymat kiritgandan keyin is valid true o'zgaradi mana. Buni qilmasam kerak bo'lsa formani ichiga nimadir kiritilsagina register tugmasini aktiv qilamiz. Boshqa paytda disable turishini istasak qo'llashimiz mumkin. Mana endi pastga tushib register buttonga kelamiz. Mana bu yerda disable yozaman. Disable. Agar form button disable bo'lsa, uni opacity-sini 70 ga tushiramiz. Bu yerda o'zi qanaqa o'zgartirish yo'q, chunki buttonda disable emas. Agar biz uni disable attributini qo'shadigan bo'lsak, mana endi mana bu register buttoni disable deganini ko'rishimiz mumkin. Bu disable'ga true kelish kerak, ya'ni mana bu button disable deb turishi uchun disable'ga qiymat sifatida true kelish kerak. Agar biz bu yerda if dirty yozadigan bo'lsak, hech qanaqa disable bo'lmaydi. Buning sababi is dirty false. Agar mana bu disable'ga false turadigan bo'lsa, disable ishlamaydi. Buning uchun biz is dirty oldin bitta undoq belgisini qo'yishimiz kerak. Bu nima qiladi? Is dirty false degan qiymatini is dirty mana bu yerga false yozib qo'yadi. Mana bu undoq esa bu yerda yozilgan false'ni true ga o'zgartirib yuboradi. Agar bu yerda true yozilsa, bu undoqcha false ga o'zgartirib yuboradi. Ya'ni buni vazifasi shu. Lekin biz faqat is dirty bilan tekshirmaymiz. Hozir shunchaki tekshiradigan bo'lsangiz ham, bu yerda register disable turibdi. Agar bironta qiymat kirsangiz ham, o'zi disable aktiv holatiga ketdi. Disable button aktiv holatga ketdi. Bizga is valid ham kerak, ya'ni forma barcha validatsiyalardan to'g'ri o'tishagina ishlash kerak. Bu uch validatorni qo'yamiz va bu yerda ham is validni qo'yamiz. Is valid. Mana endi tekshiradigan bo'lsak, yangilik yoraman. Button ham disable holatida. Bosganimda hech narsa bo'lmaydi mana. Bittaga bosganimda hech narsa bo'lmaydi. Va bu yerdan bitta ma'lumotlarni kiritib chiqaman. Va oxiriga mana date'ga ma'lumot kiritgandan keyin bu aktiv holatga yetib registrni boshqa ma'lumotlar chiqadi. Bugungi darsimiz shundan iborat edi. Hammaga rahmat.